Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Note Hacker. Bugun biza mana shu Action and Stuff degan yangi modni ko'ramiz. Buni rosa qidirib oxiri topdim. Hali Kayzoni kim ko'rgan bo'lsa, o'sha foydalanadi mana. Ishonmasanglar ko'ringlar mana. Bir xilmi? Bir xil telefondagi modi. Mana tatimdan qaranglar. Mana shu polni o'zgargan. Ammo manilarda sal o'zimiznikida qoladi. Yo'q. Hamma narsa o'zgardi. Ma kiyimdan qaraylarga hozir. Keyin bitta zo'r mod bor. O'shani ham qo'shib qo'ysa, umuman chiroyli bo'lib ketadi. Ma qarab turinglar, animatsiyadan. Uchish qaranglar. Zo'rmi? Mashinani tortib beraman. Hozir tortishni ko'rsataman. Bunday keyingi video o'sha tortishni ko'rsatib qo'yaman. O'shanga qarab tursanglar, keyin yana buni haligi Telegramlarda faqat zip o'shanaqalari bor. Buni men Bedrock mashinaga tortganman. Bo'pti. Keyin mana hozir bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Mana shu ko'rintiradiganni qo'yishni ko'p odam bilmaydi. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Manilar ham o'zgarganda, hattoki mana qarangki. Mana kasaniyaga kiramiz. Pastda показать knopku panorama mana o'chirib qo'ydim. Mana yo'q. Endi настройка kirib, kasaniyaga o'tib, показать knopku panorama. O'shani bosib qo'ysanglar, mana. Ko'p odam asham kerak bo'ladi-da bu. Ammo umuman mazza ekan. Vashshi mazza. Kayf ko'rasizlar-da. Bo'pti. Bo'lmasa, shunaqa yaxshi modlarni topib, shunaqa modlarni kanalimga tashab qo'yaman. Keyin qanday o'rnatishni ko'rsataman. Shuning uchun obuna bosib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti, xayr.